Assalomu alaykum hammaga. Navoiy avtomobil xizmat avtosaloni rasmiy YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimizda Onyx avtomobilining LTZ Turbo AT pozitsiyasi bo'ladi. Bu pozitsiya avtomat korobka Onyxlarning eng prostoy hisoblanadi. Tashqi ko'rinish va ichki jihatlaridan Onyx 3LT MT pozitsiyasiga juda ham o'xshaydi, lekin motor 1.2 turbo, ot kuchi 132 ot kuchi. Korobkasi esa avtomatik. Funksiyalarni, nimalari bor yo'qligini ko'rib chiqamiz. Kanalimizga yangi kelganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Video oxirida ko'rib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Har doimgidek obzorni old tomonidan boshlaymiz. Old ko'rinish 3LT MT pozitsiya bilan bir xil desa ham bo'ladi. 3LT MT pozitsiyani ham YouTube kanalimizda obzori bor, kirib ko'rishinglar mumkin. Faralar galogen, pastida kunduzgi yorituvchi chiroqlar, oblisovkasi ham shunday ko'rinishda. Tashqi tomonidan ushbu avtomobilni mexanik pozitsiyalar bilan ikkita farq ajratib turadi. Bu nima desanglar? Birinchi farq bu saka diskalar ko'rishinglar mumkin. Razmeri R15. 15 bo'lgan evaziga bu Premier va Redline, ya'ni 16 razmerli disklardan biroz yumshoq, ya'ni podyon bilan sizlarga komfort yaratib beradi. Birinchi farq shu. Ikkinchi farq esa eshik dastasidagi ushbu kalitsiz kirish tizimi, ya'ni keyless go knopkasi mexanik emasligini tashqaridan bitada bildirib turadi. Orqa tomonda endi yozuvi ham albatta LTZ pozitsiya ekanligini bildirib turadi. Agar yondan va oldindan ko'rsanglar, ushbu ikkita farq sizlarga LTZ pozitsiya ekanligini ko'rsatishi mumkin. Faralar galogen. Yorishini yoqib ko'rsam sizlarga bir daqiqa. Mana faralarni yonishi. Pоворotchiklari bir tomoni orqaga yoqadigani, ya'ni zadniy o'rganlari yonadi, bir tomoni esa tumankasi. Farasini o'chirib qo'yaylik. Orqada kamera va parktronik bilan jihozlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3. 3 dona parktronigi bor. Va tepada mana orqani ko'rish kamerasi mavjud. Tashqi jihatda mana shunday. Bu pozitsiyada tonirovka bo'lmaydi, ya'ni mana bunday qoraytirilgan bo'lmaydi oynalari va lyuk ham bo'lmaydi. Spirali bor. Eng prostoyda ham bor. Spirali bor. Ya'ni oyna qiziydi. Orqa lavoyda ham xuddi shunday qizish funksiyasi mavjud. Pultini ko'rishingiz mumkin. Qimmat pozitsiya, ya'ni Redline va Premierlar bilan pulti bir xil. Yonidagi tugmasini bosib ichidan kaltini ham chiqardim. Ichida ikkalasini ham kalti bo'ladi, ya'ni avtomobil akkumulyatori o'tirib qolgan holatlarda zamokdan kalt bilan ochib olishingiz mumkin. Ochish, yopish, bagaj ochish funksiyalari mavjud. Ochishdan tashqari oynalarni ham ochsalaringiz bo'ladi. Bosib turasizlar, oynalarni ham tushiradi. Bu qanday holatlarga kerak bo'ladi? Misol uchun ko'chada hozir 43 graduslar bor. Sizlar chiqasizlar, ko'rib turibsizlar avtomobillaringizni, hozir borib o'tirish deyarli ilojsiz. Shu paytda knopkani bosib ochib qo'yasizlar. Sizlar chiqqanlaringizcha ichidagi dim havo biroz aylanib turadi. Xohlasalaringiz chiqmaydigan bo'lib qoldingizlar, qulflaymiz, yana qulflaydiganni bosib turamiz. Oynalar ko'tariladi. Men bitta bossam to'xtaydi. Yana bosib turaman, yana ko'tariladi. Mana shunday foydalansalaringiz bo'ladi. Bagaj knopka esa 2 marta bosish orqali bagajini to'liq ko'tarishingiz mumkin. Kalitsiz kirish tizimi. Kalitni kissaga solamiz va qulf avtomobilimizni knopkasini bosib ochishimiz mumkin. Ketayotgan payt ham xuddi shunday avtomobildan tushdingizlar. Kalitni olishlaringiz ham shart emas, knopkani
bosasizlar, avtomobillaringiz qulflandi. Shu bilan bemalol ketaverasizlar. Biz esa ichkariga kiramiz. Obshivkasi to'liq plastik, bu yerda koja materiallar afsuski mavjud emas. Mana bunday plastik material bor, xuddi 3.6 LSMT paysalariga o'xshab. Ichkarisini ham ko'rishingiz mumkin. O'rindiqlari to'liq materialdan bo'ladi. Telefonni yechib ham ko'rsataman. Mana shunday material bo'ladi. Bir tomondan bu menga yoqadi, sababi qishda yaxtak tegmaydi, yozda qizdirib, orqani terlatib yubormaydi. Endi terlatish bo'ladi-yu, kojachalik emas. O'rindiqlarni boshqarish spinka bu yerdan, baland past qilish bu yerdan va orqa oldiga mana bu yerdan borib keladi va yengil ishlatish. Orqaga surib oldim, o'zim o'tirib olishimga mos qilib. Ichki ko'rinish mana shunday. Bu yerda mexanik pozitsiya bilan bir narsa ajratib turadi. Rul, ya'ni rul zavodskoy koja qoplangan past qismi. Ko'rishingiz mumkin. Biroz tekisroq qilingan, ya'ni dumaloq emasdi, sal tekisroq va cruise control funksiyasi mavjud. 3.6 MT pozitsiyasida, ya'ni mexanikni fullda ushbu aytgan narsalarim mavjud emas. Monitori bor. Bu yoq ham bir xil konditsioner pechka, беспроводная zaryadka, обогрев сидения, ya'ni old ikkita o'rindiq qiziydi. Ko'rib bo'lsangizlar, bar ichida quvvatlash uchun imkoniyat, ikkita suv qo'yadigan idishlar va bu yerda kaltni ham qo'yish imkoniyati bor. 6 bosqichli avtomatik korobka PRNDL. L mexanik boshqaruvda. L ga qo'ygandan keyin mana bu yerdan tepa past qilasizlar ko'rsin. Yana bir narsani aytish esdan chiqibdi. Bu start stop. Ya'ni mexanik pozitsiyalarda kalit mana bu yerga tiqib, burab yoqsalaringiz, bunda tormozdan bosib, start stopni bir marta bossalaringiz, avtomobil o't oladi. Onyx avtomobillarida, Tracker avtomobillarida oynalarda avto bor. O'sha avtosini ishlatish uchun har zamonda mana bunday monitorda ошибка ham deyish xato eslatma beradi. Oynalarni ochib yop deb. Sizga bu uchun tilni ruscha qilib olsalaringiz, откройте и закройте левый задний окно deyapti. Orqa yon oynani ochib yopamiz. Chap tomonni. Mana bu oyna. Tushirib o'tiramiz. Oxirigacha tushdi. Ko'tarib o'tiramiz. Mana yozuv o'zi yo'qoldi. Mana buni bossam ham yo'qolardi, lekin avtomobilni o'chirib yoqsam yana chiqadi. Sizga ham avtomobilingizga shunday ошибка chiqib qolsa, откройте, закройте окно водитель deydi, passajir deydi, правый задний, левый задний deydi. O'sha oynani bir marta tushirasizlar, qaytib chiqarasizlar, ushbu yozuv yo'qoladi. O'rtasidagi monitor xuddi Premiere va Redline pozitsiyalar kabi mexaniklardan farq qiladi. Tezlikni ko'rsatishi, bu o'rtacha tezlik. Bu ayni paytda расходi, bu yurganda ko'rsatadi. Zapas toplива, bu ham расходni ko'rsatadi, bu ham расходni ko'rsatadi va menyu knopkasini bossak, menyu informatsiya об avtomobil. Bu yerda давление в shini, ya'ni o'sha ballonlardagi bosim va temperatura охлаждения жидкости, ya'ni suvdachi yo'q deyishadi, Cobalt'da yo'q. Onyx'da bor, faqat mana bunday monitor orqali ko'rib turish mumkin. Sekin-sekin ko'tarilyapti. 92, 95, 96 graduslar atrofiga borib ko'tariladi. Eng oxiri shunday bo'ladi. Endi avtomobil issiq havoda ko'p konditsionerda qo'shib haydasalaringiz, balkim 100 gacha ko'tarilishi mumkin. 100 ga ko'tarilgandan keyin albatta ventilyatorlarni qo'shib, o'zini o'zi sovutishni boshlaydi. Menimcha bu yerda ko'rsatiladigan narsa qolmadi. Chiroqlarda avto rejim bor, ya'ni o'zi yonib, o'zi o'chiradi kechqurun kunduz bo'lsa. Mana bu dachi. Ruli elektrousilitel, yengilgina. O'rindiqni o'zimga moslashtirib, orqa qatorni ham sizlarga ko'rsataman. Ancha mos bo'ldi. Spinkani ham sal ko'tarsam. Mana endi o'rindiq menga ancha mos bo'ldi. Avtomobilni o'chirib orqaga o'taman. Orqaga o'tishdan oldin bir narsani aytay. Avtoni endi to'g'riladim, e'tibor berdingizlar. Orqa oynani tushirib chiqardim. Avto to'g'ri bo'lgandan keyin oynalarda eshik ochilgan payti tushadigan funksiyasi bor. Ya'ni haydovchi eshigini hozir ochdim. Shuning evaziga ichkaridagi havo vakuum bo'lmasligi uchun
o'ng tomon oyna biroz tushdi. Hozir eshikni qayta yopaman. Mana oyna ko'tarildi. Mana yozuvga qarasanglar seziladi. Tushdi. Mana shunday tartibda agar u tomon eshikni ochsam, bu tomon oyna tushadi. Bu ichkarida vakuum bo'lmasligi va eshiklar yaxshi yopilishi uchun xizmat qiladi. Orqani ochdim, oldin tushdi. Selofonni orqaga endi otgandim. Orqada mana shunday ko'rinish. Bu yerda qulayliklardan shu tepada ruchka bor. O'rtada qo'l qo'yadigan imkoniyat yo'q. Onyxning hech qaysida yo'q. Va orqada ikkita USB. Orqa o'rindiqlarda abagrev LTZ paysida afsuski mavjud emas. Oynasida avto bor. Bagajiga nazar solamiz. Bagaj unaqa chuqur emas, lekin uzun. Dakatka bilan jihozlangan. Kichikroq razmerda, faqat ustaxonaga yetib olish uchun har safar Onyx obzorlarida aytaman, bagaji Cobaltnikidan kichkina, Gent rangidan katta. Sizlar o'zingizlar shundan hajmini bilsanglar bo'ladi. Agar Onyx ko'rmaganlar, bagajiga yetib bermaganlar bo'lsa. Kapot ostini ham ochib qo'yibman. Aytib o'tdim, 6 bosqichli avtomatik korobka, 3 portion, 132 ot kuchi. 0 dan 100 gacha zavod tomonidan 9,5 sekund berilgan. 7,6 sekundga ham 100 tezlikka erishganlar bor. Stok hech qanday programmalarsiz. Zavoddan 9,5 sekund chiqadi deyilgan, lekin undan ancha tez chiqadi. Bizning o'zimizda test drive'imizda bor. Onyx tracklarimiz. Onyximiz apkatkadan chiqmagan 92 benzinda, ya'ni sifati pastroq benzinda Dragida o'lchaganimizda 9,4 sekund chiqqandi. Bu haqidagi videolar Telegram, Instagram kanallarimizda bor. Havola qoldiraman. Obuna bo'lib qo'yinglar Telegram, Instagram kanallarimizda. Mani o'ylashim bo'yicha Onyxlarning ichida eng tezi aynan shu LTZ paysda bo'lsa kerak. U ham tez-ku, ya'ni Premier yoki Redline. Bu ham tez-ku, 1.2 turbo motor bir xil deyishlar mumkin. O'ylashimcha, vesi yengilligi evaziga bu paysda qolganlarga nisbatan biroz tez, ya'ni lyuk yo'q va qo'shimcha opsiyalari biroz kam. Bilasizlar, tezlik masalasida grammlar ham rol o'ynaydi. Lyukni o'zi ham yaxshigina bilasizlar, ves bosadi. Va dragi ko'rsatkichlari o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi razgonlar bo'yicha eng tezi shu LTZ paysda bo'lgan. Endi narxini ham ko'rib chiqamiz. LTZ Turbo AT paysda tan narxi 199,899 ming so'm. Bu tan narxi. Agar siz kredit yoki naqdga olsangiz, ya'ni UzAuto Motors hisobiga birdaniga pulni ko'chirib bersangiz, sizga skidka qilib 184,899 ming so'mga beriladi. Ya'ni arzon qilib, xalq tilida aytganda, kelishtirib beriladi. Chegirmali narxida, ya'ni o'sha 199 millionli narxida siz avtomobilni 50% to'lab, qolgan 50% hech qanday ustama foizlarsiz 30 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. 2,5 yilga rassrochka ushbu avtomobilga mavjud. Navoiy avtotex xizmat avtosalonidan kelib avtomobillarni ham olib ketishinglar mumkin. Samarqand, Buxoro, Navoiy qaysi viloyatdan kelishlaringizni ahamiyati yo'q. Rassrochkaga, naqdga, kreditga beriladi. Va ayni paytda avtosalonimizda voucher ham taqdim qilinyapti. Rassrochkaga, naqdga, kreditga Onyx Tracker avtomobillarini xarid qilgan mijozlarga 1 million so'mlik voucher taqdim qilinadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, yaxshi ma'lumotlar bera olgan bo'lsam va sizlar ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaringiz, men bundan juda ham xursandman. Like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, yangi kelganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, Onyx avtomobillarini deyarli hammasini bitta-bitta obzor qilib ketyapman. Keyingi safar Premier, undan keyingi safar Redline payslarini obzor qilamiz va Tracker avtomobilini obzorlariga ham o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.